Leksiyelerimizin devamı hürmetli vatandaş bugünkü islaha 2021 yıl 8. ayının 19. günü haftaki Perşembe. Endiki mavzumunda bu mavzunu dikkat ile anlayışıma bir yerde nahayet çonkur oyun çıkmadıcıma vatandaş. Bir milletin takdirine başlık yaman bağlılık yaman eğer oyun çıkmadıcıma Xitay oynayan oyun çıkmadıcıma vatandaş. Çünkü Taliban siyasi hakimiyet itiraf kılıştı aldığın şartı koydu. Taliban siyasi hakimiyetinin Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı zerb bir işin talep kıldı. Mavzulu haber 8. ayının 18. günü Amerika avazının Xitay tili programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington Cungo Taşkı İşler Ministerliği mındak görsetti. Afganistan Taliban Teşkilatı'nın eçibitilgen, sığdırışçılıkı iyge, keng dairlik vekillik karakteri iyge, bir hükümet kuruşunu ümit kılamaz. Aldım Beijing bu hükümetini itiraf kılıştı oyluşudur. Bayanatçı Cavlican haftanın 3. günü yani 8. ayının 18. günü muhbirlarning Talibanlar to'g'risida qo'ygan savollarga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Talibanning va Afg'onistonda har qaysi taraflarning maslahatlashish orqali sig'dirishchanlikqa ega hukumat gavdasi qurib, muqim va sog'lom siyosatni yo'lga qo'yib, chet ellarning Afg'onistondagi organlarining va kişilerinin bexatarligini qo'g'dishini ümit qilamiz. O'xshasha Javlijan mundaq ko'rsatdi. Bayonotchi Javlijan mundaq ko'rsatdi. Jungo Taliban siyasi hakimiyetining Sharqi Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı'nı öz ichiga olgan holda har xil terrorist kuchlarga zarba berib, har qanday bir kuchning Afg'onistonning zaminidan foydalanib bexatarligi tahdid solishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida va'da berishini umid qildi. Demak, bu shartni Taliban siyasi hakimiyetining oldiga Beijing siyasi hakimiyeti qo'ydi deydi. Bayonotchi Javlijan yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning bayonotchisi. Jungo xalqaro jamiyat bilan birlikda Afg'onistonning tinch yo'l bilan qurilishini qo'llaydi. Taliban hukumatini diplomatik e'tirof qilish jihatda bayonotchi Javlijan mundaq ko'rsatdi. Agar bir hukumatni e'tirof qilish to'g'ri kelsa, biz yani Jungo hükümet kurulgan vaqtgacha saqlab turimiz. Kuzatuvchilar mundaq diqqat qildi. Bayonotchi Javlijanning bu so'zlarini Amerika Birlashma Agentligi Reuters'dan xabar qilgandan boshqa Jungoning davlat ichida matbuotlar bir eg'izmi tilga olmadi. Demak, Javlijanning bu bayonotni Amerika agentligi, Angliya agentligi xabar qildi. Devlet içinde bayonotchining bu sözünü Xitayning matbuotlar bir eg'izmi tilga olmadi deydi. Kechiring vatandosh. Bir eg'izmi tilga olmadi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungoning ansiraydigini Xinjiangda, yani mustamlik Uyg'uristonning bexatarligidir. Sharqi Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı Xinjiangda mustamlika Uyg'uristonda terrorizmlik hareketlerinin manbai deb hisoblab, bütün kuchni ishlatib Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarni, jumladan milliondan ortiq Uyg'urni nazarband qilib, ularning mingisini yuyib, tug'utini cheklab, mecburi emgak selish vositaları orqali zo'ravonlik bilan bostirdi. Davomini anglaysiz vatandosh.